Mehmonlaringiz kelganda sizni uyaltirmaydigan, dasturxoningizni ko'rkam qilib turadigan, restoranlarda falon pulga sotilayotgan hammaga tanish xrustyash baklajan salatini bugun sizlarga tayyorlab beraman. Hozir restoranlarda eng ko'p sotilayotgan va hit prodajaga chiqqan salatlardan bittasi shu bo'lsa kerak. Video davomida qancha masalliq ketganini va necha pulga tayyor bo'lganini aytib o'tib ketaman. Agar sizga shunaqa foydali videolar yoqadigan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ketgan masalliqlarga keladigan bo'lsak, 350 gram baqlajon, 250 gram pomidor, 80 gram rukla, 1 bog' kashnich, 50-60 gram kislo sladkий sous, 50 gram fitaksiya. Bu xohishga qarab. Bularning hammasi menga 40 ming so'mga tushdi. Ta'miga keladigan bo'lsak, bo'p qoldimi deyishga majbur bo'lishadi.